Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Ko'rishingiz mumkin, Tracker 2 olib qolganmiz. Yangi masli holatda biz bunga 4-paketlini eng original zapchastlardan gaz uстановка qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin, original Nordic injektor, bu 100% original, duplikat, birga bir emas. Original xomitlari, original fagumit ishlang. Xo'p, mas sensori ham o'zining radnoy originali, одноразовый filtr. Reduktorga keladigan bo'lsak, original Nordic reduktor ko'rishingiz mumkin, boltlari matviy bo'ladi. Xitoydagi matviy emas, glyansiy hamda unaqa kodlari bo'lmaydi o'zini maxsus. Miya blogiga keladigan bo'lsak, Yevropa gazdan Avanse 32 ga 4 miyasini qo'ydik, ya'ni mnoga funksionalniy bo'ladi, chek-pek yondirmaydi. Hech qanaqa muammo qilmaydi. Barcha narsalarini xizmat haqqilari bilan 47 litrli ballonlari bilan shumkalarini qilib, shu holatda qilib tayyor qilib berishligimiz narxi 4.200.000 so'm bo'ladi. Kimgaki shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bizni kuzatib boring hamda bizga obuna bo'lishni unutmang.